Endi nasosimizga tok kerak emas. Bitta dona batareykada bundan naporlarni qaranglar. Kami 6 metrga beryapti. Endi shu nasosimizni 120 metrli aravada qancha vaqt to'ldirib o'tamiz? Video uzunligi tezlashtirilgan. 1 2 3. Hop. Video tezlashtirilmayapti. Napor berishini 25 talik sizlarga nasosimizni 1 metrga bormasa kerak deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Shundoq kichkina nasosimiz shunaqa davleniya beradi. Video ham bunaqa davleniya bo'lmasa kerak. Qancha vaqt bo'ldi? 41 sekund 81 millisekund. Kelib, shundoq kichkina nasosimiz 1 minutga qoldirmasdan 120 litrli aravani to'ldirdi. Sizlarga ham shunaqa biotik nasos kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'ringlar. Narxi 350 ming.